Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar. Chorva ishqibozlar, Shahboz Chorva o'z kanalini ashaddiy muxlislari va obunachilari bugun sizlarga bitta bomba layha qilamiz. Bu xolasa Charat Ismoilimiz jahon chempioni, O'zbekiston bo'yicha 3 karra chempionidir. Kelganda shu oyoq tepish, tevaga chiqarish bo'yicha jahon chempionidir. Shuni bitta yo'l ko'rdik, internetlarda ko'rib qoldik, videolarda bunaqa apparat qilishgan ekan, shuni o'zimiz uyda yasadik, oddiy armaturadan qilingan. Shuni effektini bildik do'stlar. O'shani sizlarga ozroq qo'llash maqsadida bir ko'rsatib, kimgadir bitta manfaatli video bo'lib qolsa, biz xursand bo'lamiz do'stlar. Buni ko'rsatishlar ham bunaqa joyda molda qitig'i bo'lar. Hamma molda oyoq ko'taradi. Tepedi. Bu ancha o'sha bosilib qoldi. Bunaqa joyga ana mashqqa shuni tiqib turib, bunaqa joyga dupada bosasiz, keyin bosaverasiz ba'zan mang'illab, turib beradi. Bir kun, ikki kun hali o'rganganda bu narsalik sal qitig'ini g'ashiga tegadi, oyoq ko'taradi, unaqa tep borolmaydi. Do'stlar, shunaqa narsa bemalol mana shunaqani zavodskoyni olaman deganlarga pastda nomerlar qoldiramiz. Farg'onadan akamiz, Farg'ona Yozyovon tumanidan aka. Farg'onadagi akalar telefon qilsalaring olib kelishim mumkin. Yana reklamani bu kommentariyada yozib o'tirmanglar. Prosta kimgadir manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Ayollarimiz qiynalib, bizda kisho deydi, arg'amchilarda baylab, qiynalib sog'ishadi. O'shalarga bir manfaatli video bo'ladi. Keyin bu kanalimiz ozgina rivoji uchun o'z hissalarini qo'shishlarini so'rab qolamiz. Like tugmasini, podpisatsiya bo'lish, esdan chiqmasin, qo'ng'iroqcha tugmasini обязательно bosinglar, chunki shunaqa videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib turasizlar do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shunaqa jahon chempionlariga, shunaqa jahon chempioni hunarchilarga va sigirlarga jo'natib qo'yasizlar. Do'stlar, kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.